Agar siz yaqinda AQShga kelgan bo'lsangiz va bank hisobi ochish masalasida boshingiz qotib qolgan bo'lsa, hech xavotir olmang. Chunki deyarli hamma shu joydan boshlaydi. Qaysi bankni tanlash, qanday hujjatlar kerak, SSN bo'lmasa nima qilamiz? Bugun shu savollarning barchasiga juda oddiy qilib javob beraman. AQShda bank hisobi bo'lmasa, hayot juda qiyin bo'ladi. Ish haqi bank orqali, ijara bank orqali, hatto telefon ham bank orqali. Shuning uchun birinchi qilinadigan ish to'g'ri bank hisobi ochish. AQShda asosan ikkita hisob bor. Bu kundalik xarajatlar uchun checking va savings account. Savings account bu pul yig'ish uchun, checking account esa kartochkangizga ulanib, magazin, benzin, internet hammasi shu hisobdan ketadi. Endi eng ko'p beriladigan savol, bank hisobi ochish uchun nimalar kerak? Sizga albatta pasportingiz kerak bo'ladi, AQShdagi manzilingiz va telefon raqamingiz bo'lsa yetarli. SSN bo'lsa yaxshi, bo'lmasa ham dunyo tugamaydi. Faqat bitta maslahat, bankka borishdan oldin bir qo'ng'iroq qilib ko'rishingiz maslahat beriladi. Hisobni onlayn ochish mumkinmi yoki yo'qmi? Ha, albatta mumkin, lekin yangi kelganlar uchun filialga borish yaxshiroqdir. Nima uchun? Chunki savollaringiz ko'p bo'lishi mumkin va hujjatlaringizda yetishmovchiliklar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun filialga, ya'ni an'anaviy banklardan hisob varaqasi ochishingiz tavsiya qilinadi. Agar ingliz tilingiz hali kuchli bo'lmasa, filialda xodim tushuntirib berishi mumkin. Xato qilishdan qo'rqmang, bu normal holat. Endi eng muhim qism, to'lovlar haqida gaplashsak. Hisob raqami ochayotganingizda unda minimal balans bo'lishi mumkin, oylik to'lovlar bo'lishi mumkin, lekin eng xavflisi bu overdraft. Overdraft degani bu hisobingizda pul yo'q, lekin baribir to'lov ketadi va siz bankka qanchadir bir summada miqdorda to'lashingiz kerak bo'lishi mumkin. Har doim oldin so'rash maslahat beriladi. Bu to'lovlarni qanday qilib oldini olsam bo'ladi? Endi eng ko'p uchraydigan xatolar haqida gaplashamiz. Faqat debit karta ishlatish, hamma pulni chekingda saqlash, bankdan kelgan xatlarni o'qimaslik, mensimaslik, hisobni erta yopish, bularning hammasi keyin kredit tarixingizga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. E'tibor uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.